Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanali ko'ruvchilari, salamatsizlarmi? Tug'anlar, bugun men sizlarga tag'in abdan bir foydali ma'lumot men bo'lishayin deb turam. Andaqdan bizning kanalni birinchi jolы ko'rib o'tganlar, tovuqqa qiziqqanlar, tovuq bag'uvchilar, tovuq bag'ib atganlar, men o'zim tajribamмен kichkina sizlar bilan da bo'lishayin deb turayım. Bugacha endi aytib kelganman. Bugun men sizlarga hozir ko'rib o'tgansizlar taң qalishli bo'lsa kerak. Bu emне qilib atат debchi. Tug'anlar, cho'jalarga dag'in bir abdan yaxshi boqqanlarga kengash. Bu yerda hozir o'pka bor. Maldın o'pkasi qadimgiday uydun. Attiqi dile bo'laveradi, malni uyduqi dile bo'laveradi. Echki, qo'y ayirmasi yo'q. O'pka bu joqda qarin. Qadimgiday maldın ichagi qarini. Nantib qaynatib o'tam. Уже dayar bo'lib qoldi. Hozir o'tada bo'ldi o'choqda. Hozir buni ada qilib, hozir o'pkani уже chiqarib boshladim. Tug'anlar, sizlarda cho'ja boqqanda 1 oy, 1 oylikdan oshganda apetitlari rosa ochilib emi bo'lgan malda mana shuntib o'pkani pishirib, nantib мясорубкадан o'tkirib o'tganda bunday piyozdan qo'shib chiqarib beringizlar. Bu men bultirida boqqanman. Bu yilda hozir cho'jalarim men vaqt bo'lmay qiladan beri bozorga bormay bugun olib keldim jiq qilib. Любой yerda arzonlar, 50 so'm, 100 so'm, даже bekerdilar berib o'tadi kunning issiq malda, qassobxonalarda. Ana shuni nantib piyoz bilan qo'shib chiqaramdag'in. Chiqarib turib, ana bunani nima qilasizlar? Bir jumada minimum 3 kun. 3 kundan 5 kungacha, даже kunda bersangizlar ondan da yaxshi bo'ladi. Bunda vitamin abdan ko'p. Abdan vitamin ko'p. Cho'jalarni bo'yini o'stiradi, immunitetini ko'taradi, jetmagan vitaminlar jetadi. Qisqasi o'ta foydali-da bu cho'jalarga. Tovuqlarga da bersa bo'laveradi. Liboyla qanotlilarga bersangizlar yaxshi bo'ladi. Biroq ayriqcha cho'jalarga bergan yaxshi. Menda hozir shu жаңы parodadagi cho'jalarim bor edi. Sho'ga yaxshiroq nima bo'lsin deb berib o'taman. Anan o'shol jo'nala chiqarmasdan sizlar buna piyozni qo'shib qo'ysangizlar, bu piyoz aralashgandan keyin o'shuga qo'shib jeyveradi. Abdan yaxshi ko'radi bu jo'jalar. Anan bu piyoz emeni jo'jalarni ichini tozalaydi, очищение qiladi. Ana buga qalampir aralashtirib qo'ysangizlar bo'ladi. Baya murch, perets emelarda sotadi-ku magazinlarda. Shuni da aralashtirib qo'ysangizlar dile bo'laveradi, ayirmasi yo'q. Jus ayvi qisqasi shuga o'xshagan narsalarni chesnok bo'laveradi, ayirmasi yo'q. Untib мясорубкаga solib chiqarasizlar dag'in. Ondan keyin chiqargandan keyin porsiya qilib turib nima qilasizlar? Paketga solib turib, anan nimaga холодильникка solib qo'yasizlar. Холодильникка solib qo'yasizlar dag'in, anan kuniga bir jumada minimum 3 kun 4 kun berib qo'yasizlar. Berib qo'ysangizlar, bu jo'joyning cho'ng'ayishiga abdan ta'sir beradi. Anan dag'in bir qo'shimcha ma'lumot sizlar uchun. Hozir misol uchun yozning kuni bordig'ida jerjemish bo'lsa kerak. Anan uydan chiqqan po'choq, o'sha narsalar, отход nimalarni men misol uchun bunday ostiga tushgan olmalarni emelarga, tovuqlarga beramda. Bu dag'i vitamin bo'ladi. Bunun ichida temir bor, dag'i boshqa vitaminlar bor. Anan biroq bunday chiriganlarni qo'shmangizlar. Sebebi bu koksidioz degan o'ruga olib keladi. Mana chirib qolgan bunalar bo'lmaydi. Bularni berbesh kerak. Bunday toza, biroq ostiga tushib qolgan bunday toza olmalar bor, misol uchunchi. Bular bo'laveradi. Qo'yib qo'ysangizlar, o'zi nimalar tovuqlar tozalab jeyveradi. Cho'ngroq cho'jalardalar jeydi buni-chi. Bu dag'i vitaminda. Shundaqdan shunday iqmalarni qo'llansangizlar bo'ladi tug'anlar. Men anan tag'in bir sunuşum, agar sizlar jaydın kuni shunday saratan kuni bo'lsa, kechasi qilganni men sunishtayman. Antkeni kunduzi bo'lsa, agarda bu yerda chimin bosib ketadi. Chimin ayavay ko'p bo'ladi kunduzi. Sizlar dag'i juda o'tadi. Bunalarga qo'nib, qisqasi
ыңгайсыз жагдай жаратат. Ошондуктан мен кечеси кылганды сунуштайм да. Азыр саат 12:30 болду. Администровкадан чыгарып атам. Булар чыгарып суутуп, чыгарып, анан холодильникке салып коем, пакетке салып. Анан буюрса эртеңнен уже берип баштаймын. Ошондой туугандар. Биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар, биздин каналга катталып коюңуздар. Чөжөлөр боюнча буюрса күздө чыгарабыз. Бизде дагы жаңы породалар болуп атат. Буюрса жалпысынан 5 порода болот күздө, насип кылса. Ошондуктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Биздин канал менен бирге болсоңуздар, дайыма сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар менен колдон келишинче бөлүшүп турабыз. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Сиздер үчүн Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.